Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz GitHub akkaunt yaratishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun Google Chrome'ga kirib olib, GitHub deb yozamiz va chiqqan oynada Sign up degan joyga bosib olamiz va bu yerdan elektron pochtamizni kiritib olamiz. Ya'ni biz hozir ishlatayotgan elektron pochtamizni kiritib olamiz manzilini. Xo'p, bu yerda Fransiya chiqib qoldi. Bizda esa O'zbekiston tanlaymiz. Hisobni yaratish degan joyga bosamiz. To'xtanglar, adashib ketdim. Hozir bu yerda nimaga menga parol oldinroq ro'yxatdan o'tgan ekanman, o'shanga mani parolimni chiqaryapti. Buni o'chirib turaman. Keyin parol ko'rishni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerga parol qo'yamiz. Bu parolingiz qarang. Bu yerda yozyapti. Parol kamida 15 ta belgidan yoki raqam va kichik harflardan iborat, kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak deyapti. Biz bu yerga menda bor edi, shunga o'sha parolni qo'yib olaman. Sizlar o'zingiz parol yaratasiz. Xo'p, bu yerda shartnoma bo'lishi mumkin emas deyapti. Buni o'zgartiraman. Bu yerda vaqt elektron pochta sozlamalarida vaqti bilan mahsulot yangilanishlari va e'lonlarini olingan. Bu narsa shart emas menga hozircha. Xo'p, shu yergacha ko'rdingiz. Bu yerda username kiritasiz. Usernamingiz faqat boshqalarnikiga o'xshagan bo'lmasligi kerak. Oldinroq masalan sizlarda bo'lishi mumkin. Masalan, Avazbek deb o'zimni nomimni, ismimni kiritsam, bu yerda menga xatolik beradi. Xo'p, bunaqangi foydalanuvchi nomi mavjud emas deyapti. Biz o'zgartiramiz-da. To'xtanglar, shuni tushunarli bo'lishi uchun men buni ana. Xo'p, bu yerdan username'ga men o'zimni username kiritaman. O'zim boshqacharoq username kiritdim. User Avazbek degan kiritdim. Va bu yerdan create account bosamiz. Xo'p, bu yerdan bot emasligimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan biza 9 topishimiz kerak. Bu yerda 9 yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q. Hop. To'xtanglar. 4 ga 2 ni qo'shsa 6. 3, 6, 9, 10 bo'ldi. 7, 8 bo'ldi. 7, 8, 9, 10. Yo'q. 3, 7, 8. Ibi. Nima qilish kerak o'zi men shuni tushunmadim. Restart qilib mayli. Unga tushunmadim men. Xo'p, bu yerda 5 chiqyapti. 5 ni topishimiz kerak. Xo'p, 2 ga 3 ni qo'shsak 5. Keyingisi 17 ni topishimiz kerak. 8, 10, 16, 17. Submitni bosamiz. Va bu yerda 9 topishimiz kerak. 5, 6. 4 ga 3 ni qo'shsak 7. 4, 9. 5 ga to'g'ri qo'shsak 9 bo'ladi. Submit. 18 topishimiz kerak ekan. Xo'p. 13. Bu yerda ham yo'q.
15, 16, 17, 18. Xo'p, bu to'g'ri. Endi 6 topishimiz kerak. 6, 9, 3, 4, 5, 6. Xo'p, endi sayt o'zi avtomatik obnovleniya bo'ladi va bizga tasdiqlash parolni kiritishimizni so'raydi. Bu yerdan Gmailga kirib olamiz va уже GitHubdan bizga parol kelgan bo'ladi. Mana shu parolni copyright qilib yo bo'lmasa o'zingiz qarab turib kiritsangiz bo'ladi. Endigi navbat bizdan nimani so'raydi? Parol va boshida kiritgan parol va username so'raydi va bu yerdan bosadigan bo'lsak, parolingizni kiritib kirsangiz bo'ladi. Va bu yerda bizning akkauntimiz, ya'ni GitHub akkauntimiz paydo bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, bu GitHub akkauntingiz. Keyingi videoda biz GitHubga kodlarimizni joylashni ko'rib o'tamiz va SSH keygini ham ulashni ko'rsatib o'taman. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ysangiz xursand bo'lar edim.